Rus tili bo'yicha sertifikat olishga qiynalyapsizmi? Unda biz sizga yordam beramiz. Bundan tashqari, reyestrdan chiqarish va patent olishdagi boshqa muammolarni hal qilamiz. Xizmat haqqi esa ish bajarilgandan keyin amalga oshiriladi. Murojaat uchun WhatsApp va imo orqali bog'lanishingiz mumkin. Erki bilan Radnoy. Abdumalik Yorbo'tayev Erka bilan To'ktarni ochiqchasiga jangga chorladi. Ushbu holat ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamaga sabab bo'ldi. Davlat 4-iyul kuni shu turnirga ikkomiz jang qilaylik. Men tayyorman. Yodingizda bo'lsa, Erka bilan To'ktar Abdumalik bilan har qanday holatda jangga tayyor ekanligini bildirgan edi. Tayyormisan? Tayyor. Urushasanmi? Urushaman. Davay urishamiz. Давай. Qayda? Qachon? Любое время. Qozog'istonda bo'lib o'tadigan ushbu turnirda ikki jangchining raqibi hali noma'lum. Shu sababli ham Abdumalik To'ktarga ochiqchasiga vizib tashlamoqda. 4-iyun kuni Erka bilan To'ktar Abdumalik Yorbo'tayevni vizifini qabul qiladimi? Hozirgi holatda Erka bilan To'ktar hech qanday rasmiy bayonot bermadi va hozircha sukut saqlamoqda. Qadrli do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Erka bilan To'ktar va Abdumalik Yorbo'tayev jang qiladigan bo'lsa, kimning qo'li baland keladi? Albatta o'z izohingizni kommentariy yozib qoldirishni aslo unutmang. Abdumalik Yorbo'tayevga esa faqatgina omad. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Yangilikni zo'ri bor. Mana shu videoni ko'ringlar-da, keyin aytaman yangilikni sizlarga. Tayyormisan? Tayyor. Urushasanmi? Urushaman. Davay urishamiz. Давай. Qayda? Qachon? Любое время. 4-iyul kuni meni jangim aniq bo'lgan, o'sha turnirga Erki bilan To'ktar ham jang qilayotgan ekan. Erki bilan Radnoy. Davlat 4-iyul kuni shu turnirga ikkomiz jang qilaylik. Men tayyorman. O'tgan safar ham kelding yonimga. Festa bo'ldi. Urushaman, любое время deyin. Davlat 4-iyul kuni jang qilaylik. Qo'rqmagin, qochmaginda davay karoch, men tayyorman sen bilan. Sen ham kontrakt qilibsan 4-iyul kuni. Men ham kontrakt qilganman. Juda katta turnir bo'ladi 4-iyul kuni Qozog'istonda, Almatada. Davay shu videoni Erki bilanga tashab qo'yinglar. Radnoy, Kulachkadan jang bo'ladi baribir. Ikkomiz ham stoykadan urushamiz. Hamma qiziq. Shu videoni Erki bilanga tashab qo'yinglar. Urushmasak urishtiramiz, bor. Hammalaringizga rahmat.